Hurmatli obunachilar, yaqindagina Minivatta mahsulotlarimizni mijozlarimiz xarid qilgandilar. Ana shu Minivattani olib mana shu teplisiga ekishgan ekan va atirgul ekishgan ekan. O'shalarni hozir ko'zdan kechirgani keldik. Qanaqa darajada, qanaqa ekishyapti va qanaqa sug'orishyapti, qanaqa effekt berayotganligi haqida teplisani egalaridan gaplashib, suhbatlarni olib ko'ramiz. O'zingizlar ko'rib, eshitib guvoh bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum Aka, assalom. hormang, yaxshimisiz, sizmisiz? Yaxshi. Xo'p, bu Minivattani yaqindagina xarid qiluvdinglar. Effekt qanaqa beryapti? Hosildorlik yaxshimi? Sug'orish bo'yicha hamma ma'lumotni bersiz bizning obunachilarimizga. Rosa qiziq bo'ladi. Rahmat. Suv jag'idan ekonom yigishga buni kelganda o'ndirib, o'zlarimizdan nega gachoqqa yegib, atirgullardan bunaqa ostini urug'lari chiqadi. So'ng akelib bo'lgan o'yib o'zlarimiz qo'ldan kesib, qaytadan shunaqa qilib yegsan. Buni ekonom yag'idan yaxshi unumi. Yegib ishlab qo'yibmiz. Har qaysi oqi, qizili yaxshi unumi. Bu yerda atirgullar har xil. Har xil. Bir bularni ichi bo'lsa qizil, oq, har turdan yaxshi. Buni qiziqaman, ekaman degan odamlar bo'lsa, sabab olaman. Tavsiya berasiz. Tavsiya beramiz. Minivattaga ekishgan bu yerdan Pavuk mahsulotlari orqali har bitta shu ko'chatlarga ozuqa berishyapti. Ikkinchi teplisiga yurib olib boraman deb atidan olib keldilar. Minivattaga atirgul ekkan ekanlar. Mana hosil masalan ko'rsataman, даже obunachilaringga ham ko'rsatasan deb olib keldilar. Endi sizga oldin ko'rsatgan tepadagi ustidan o'nim bunaqay. Hosili yaxshi. Hosili zo'r. Hosili zo'r. Mana ko'rganinglardek, mana hosil. Manakay. Minivattadan zo'r bo'ldi. Minivatta nekay? Saboq. Hammaga yaxshi. Qancha vaqt bo'ldi buniki? Buni endi 2 yil bo'ldi. Bunga 2 yil. 2 yil bo'ldi. Minivattaga 2 yil. 2 yil. 2 yildan beri bundan foydalanib kelyapmiz. Foydalanib kelyapmiz. Bu hosili yaxshi. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'sha aytganlaridek 2 yildan beri xizmat qilayotgan ekan bu Minivattalar. Mana o'zi ko'r qanaqa hosil beradi deb aytayaptilar. Hurmatli obunachilar, sizlarga ham Minivatta mahsulotlari kerak bo'lsa, shu Alibarakaga tashrif buyursangiz, kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz. Mana Minivattadan atirgulchilar qanaqa foydalanayotganligi haqida o'zingizlar ko'rib guvoh bo'ldinglar. Sizlarga kerakli hajm va qalinlikdagi Minivatta mahsulotlarimizni zakazga ham tayyorlab, tez va ishonchli yetkazib beramiz. Alibaraka sizlarga eng sifatli mahsulotlarni tavsiya etib qoladi. Alibaraka barakali hosilingiz manbai.